Zebo, nima bo'ldi? Kimdir nimadir qildimi? Ali aka, sizni anchadan beri sevardim. Zebo, nima qilyapsiz? Voy, Ali aka, siz meni rad qilyapsizmi? Men sizni bunaqa qiz deb o'ylamadim. Layli eshitsa buni nima deb o'ylaydi? Namuncha faqat Layli deysiz. Layli sizga mos emas. Meni sizga bo'lgan samimiy munosabatimni noto'g'ri tushunibsiz. Men faqat Laylini sevaman. Layli sizga xiyonat qilib yuribdi. Ammo men bo'lsa sizni bor vujudim bilan sevaman. Nahotki shuni ko'rmayapsiz? Bugungi bo'lgan gaplarni bo'lmadi deb hisoblaymiz. Meni boshqa yo'limdan chiqmang. Meni sizga bo'lgan sevgim haqiqiy. Bunaqa gaplar eshitaman deb hech ham o'ylamadim. Yaxshi qoling. Ali aka, to'xting. Axir sevaman-ku. Layli, qayerda yuribsan? 2 kundan beri qidiraman seni. Uyingga ham bordim. Mengachi polisni paxsa qilib gapirmang. O asabimga tegma meni. U bu narsa qilib qo'yaman hozir. Agar bilsangiz, men uyda edim. To'g'ri ishga chiqmadim. Chunki ishga chiqadigan ahvolda emas edim. Shu arzimagan narsalarni deb oramizga sovchilik tushirmaylik. O'zi 2 kundan beri seni ko'rmaganimga asabim juda ham tarang. Ali aka, menga shunaqa qilib urishib yurishimiz yoqyapti deb o'ylaysizmi? Menga sizdan faqatgina sadoqat, ishonch kerak. Men hech qachon o'zimni tanlovimga xiyonat qilmayman. Layli, men faqat seni deyman. Mayli. Ayol,